Akajon, to'xtang. Iltimos, 5000 so'm pul berib turing. Qornim juda ham och. Non-pon olib yerdim akajon, iltimos. O'zimni ham pulim yo'q, maylimi? Shu odamga yaxshilik qilsammikin-a? Ha, mayli. Akajon, mana shuni hozir eng oxirgi pulimga olgandim, yeyman deb. Makkaldonni. Shuni sizga atadim. Makkaldon. Rahmat akajonim, baxtli bo'ling. Rahmat, umringizdan baraka. Maza qilib yeb oling-a. Sen bakçı ha, özüne ketipsen de okuyam ha? Sen adamın üstüne kulyapsan, gadoyman mı masan bu? Gadoyman mı? Nima bo'ldi? Sen bana nima berdi? Makkaldo? Aa, makaldo. Zo'rsan. Bugün kaynagan suv kerak ekan-ku. Kaynagan suvni enam beradim menga. Nima qaynagan suvni ham qilib beraymi? Ha, nima? Yana menga achchig'idan beribsan, qizilidan Avstriya deyapti. Men bunaqa narsalar yemayman. Men shashlik yeb yurgan bolaman. Sen bunday qaranglar bolalar. Bang bang, выстрел из 6 базук. Bang bang. Nima qilyapsan uni? Iltimos, 500 shunda qizib ketyapsiz, iltimos. Bor, gap pulini beraman. Ochsang, o'tiray. Turqon. Shahloxon, to'yimizdan keyin men sizni hech narsadan kam qilmayman. Rostdanmi? Ishonasizmi? Osmondagi oyni olib beraman. Boringizga shukr. Boringizga shukr. Bobur aka, shu yerda yashaymizmi? Ha? Qani bo'tdi sharoiti? To'ydan oldingi va'dalar qani? Bo'ladi sekin-sekin. Bo'ladimi? Osmondagi oy qani? Bugun chiqmabdi-ku Shahloxon. Bekor ish bo'pti-da, qarang. Qayerda yotamiz? Muncha yotishga qiziqasiz Shahloxon? Hayot yotishdan iboratmi? Keling hammasiga sekin-sekin erishaylik. Peshonam qursin. Ehtiyot qiling, katta xolingiz pulga kelgan yo'q. To'g'riga gapiring. Ana. Shahloxon, cho'milib chiqquncha nima qilib tashladingiz uyni? Siz qilmaganingiz keyin biz qilamiz-da. Nima qilish kerak? Qiling deng, biz ham qilaylik bir narsa. Siz hech narsa qilmang. Men o'zim Inter kompaniyasining saytiga kirdim va registratsiyalardan o'tdim. Ular meni oylik maoshimni o'rganib chiqib, menga limit ajratishdi va ular shartnoma qilgan do'konlarga borib ko'rib turganingizdek, televizor, mebel, qurilish mollari olib kelib, uyda chiroyligina qilib qo'ydim. Boburxon. Mayka ham olmabsiz hechimga. Mayka, erkak bo'lib turib siz ham nimadir qilasizmi? Shahloxon, mana shu gapingiz erkaklik g'ururimga tegib ketdi. Men qilmadimmi? Shu paytgacha qilmadimmi? Gapiring. Kiyimlaringizni bering, yuvib qo'yaman. Kir bo'lgandir. Pollarni ham artib qo'ydim. Agar charchagan bo'lsangiz ovqat ham qilaman, Shahloxon. Haylatda. Jura ko'rib xursand bo'ldim. Biron kun bir o'tiraylik. Biron kun. Qachon endi biron kun? Biron kun bir o'tiraylik. Qaysi kunni aytdi endi u biron kun deb? Jura qandaysan, yaxshimisan? Yaxshi. Sen u biron kun o'tiramiz deganding, o'sha qaysi kun? Shu biror kunda Jura. Biron kun o'tiramiz, ha? Mayli, uzr-chi. Assalomu alaykum. Jinoyat qidiruv bo'limidan Saftorov Bahodirman. O'rtog'ingizga biron kun o'tiramiz degan ekansiz. Qachon o'sha biron kun? Ayni biror kunda aka. Biron kunmi? Ha. Biron kun degan ekan-ku. Biron kun degan? Bo'ldi, biron kun unda. Biron kun bo'lsa bo'ldi, menga farqi yo'q. Bugun bo'lsin-da. Shu biron kun bo'ladi-da, biron kun. Bu ma'qul, biron kun o'tiramiz deb mana aldab yotdi. O'zi ham bilmaydi qachon o'tirishimizni. Gapir. Mana guvohlarim ham bor. Gapir
sen? To'g'ri sen jo'ramsan sen, he? Siz gapiring. Biron kun degan. Lekin qachon bunday? Zalda tinchlik saqlansin. Hukm. Ayblanuvchi o'z o'rtog'iga kalendarda ko'rsatilmagan biror kunda o'tiramiz deb aldagani uchun biror kungacha ozodlikdan mahrum etiladi. Pul topish uchun ishlash kerak. Ishlash uchun pul topish kerak, обязательно. Sen konkret gapir, qaysi birini qilish kerak? Ishlash kerak. Ish bo'lmasa, 3 yil stajda o'tgan bo'lsa, qayerdan ishlaysan? Unda pul topish kerak. Bu Pul. jinnimi bu? Sen jinnimisan sen? Men senga nima deyapman? Ish bo'lmasa pulni qayerdan topaman? Siz noto'g'ri yo'ldasiz. Men chotki yo'ldaman, bilib qo'y. Bilasizmi? Bilishni ham xohlamayman. Siz? Biz Demak, bizning Sarson bankdan kredit olmoqchisiz. ha, biznesmen bo'lmoqchiman. Mahalladan spravka bormi? Bor, 086 uchastkavoy qo'ni-qo'shni roziligi haqida spravka bormi? bor, Bobongizning imzosi bormi? bor. Bobom o'lgan-ku. O'lganligi haqida spravka bormi? Qabrini rasmga olib kelaymi? O'zlarining imzosi kerak. Yonlariga borib kelaymi nariyoqqa? Yaxshi bo'lardi. Ishingiz yana ham oson bitardi. Kreditingga ham, o'zingga ham, tushundingmi? Hurmatli mijoz. Hurmat qilaman, hurmat qilish haqida spravka ham bormi? Ketaman Rossiyaga, ketaman. Konnichiwa. Nichiwa. Yo, Jumon! Men seni hayotingni topdan o'zgartiraman. Qanday qilib? Men bilan. Bu qayer? Bu Japan Digital Universiteti. Agar bu yerga o'qishga kirsang, seni ikkinchi kursingdayoq ish bilan ta'minlab qo'yishadi. Bu universitetni bitirganingdan keyin senga 3 ta diplom berishadi. Albatta bu diplom O'zbekistonga ham o'tadi. Eng asosiysi, o'qishni bitirganingdan keyin o'zlari Yaponiyaga ishga jo'natishadi. Bilasizmi, siz noto'g'ri O'qiyman. Tekislan, rostlan, bizning shior. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun. Bigom marsh. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Chaqirganda kelmadi. Kelmay nima qilishim kerak? Rahmat. Bo'ldi, o'zim to'lab qo'yaman. To'xta. O'tir, nima qilyapsan? Armiyada bizga nimani o'rgatishgan? Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun demaganmi? Shotni hamma to'laydi dedi, qo'y joyga. Abdushi, Bolalar uzuraman, tog'ga chiqolmayman-da. Bu nima deganing? Bizga armiyada nima deb o'rgatishgan? Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun demaganmi? Chiqasan, hamma chiqadi. Bo'ldi. Chiqaman. Chiqamiz. Shunday bo'lsin. Rahmat bolalar, rahmat. Xizmatingizga rozi bo'linglar. To'y juda ham zo'r o'tdi. Malatsi bolalar. Endi men sekin chimildiqqa kiray. Bechara kutib qoldi. kiramiz ham, ha? Qayoqqa kirasizlar senlar? Armiyada o'rgatishgan-ku. Hamma bir kishi uchun. Yo'q, uchun. O'zim uchun. Sizni toksikozisida aroq bilan sigaretga bo'ldimi? Hozir aroq bilan sigaretga. O'zingizlarni bosib olaylik. Adasi, pivoga toksikoz bo'lyapman. Ichkilarim kelib ketyapti. Bolaga ta'sir qilmaydimi? Ayol kishi nima yegisi kelsa qatligida er o'shan olib kelib berish kerak. Bo'lmasam bolani qulog'i qiyshuv tug'iladi. Nospoz chekin kelmayaptimi? Pivo ichkim kelyapti. Bo'ldi, olib beraman. Dada, aya, men faqat sizlar uchun ichaman. Kim uchun ichaman men, dada? Dada. Aya, bu hayot beshafqat. Hammaga ish olmaylar. Men seriyoz aytaman. Siz ishongan odamingiz bir kun kelib tashlab ketish ham mumkin, dada. Men qanchasini ko'rdim. Ana pivo ichkim kelyapti, toksikozman dedik. Mana oqibati. Sut ichkin kelsa bo'lmasmidi, ha? Sut ichkin kelsa bo'lmasmidi? Yaxshi men undan chekkim kelyapti demabsan. Bo'lmasa narkoman bo'lib tug'ilarmidi? Bolam ko'p ichma, boshing og'riydi ertalab. Vallahi ham bo'lmaydi, dada. Shu odamdan 5000 so'm pul so'rasam berarmikan? Qani bir so'rab ko'raychi. Aka, 5000 so'm pul berib tura olmaysizmi? Oylikdan berardim. Bilasizmi? Yarasanmi? Siz
noto'g'ri yo'ldasiz. Mana misol, meni hech narsam yo'q edi. Allohga shukr, hozir hamma narsam bor. O'zingiz ustida ozgina ishlayman akam. Bilasizmi? Bilaman. Bitta san zo'rsam, tushundingmi? Men bitta san to'g'ri yo'lda yuribsan-da, men noto'g'ri yo'lda yuribman. Men aqllicha, men sendan ummatda 5000 so'radim, berdingmi? Berdingmi? To'liq bor ko'zimdan. Yo'qol ko'zimdan. To'xta. Yo'q. Labbay, Sen o'zing nima ish qilasan? motivatorman. Insonlarning hayotini tubdan o'zgartirishga yordam beraman. Sani gaping kimni o'zgartiradi? Undan ko'ra 1 kilo go'sht olib kel, motivator aqlcha. Siz noto'g'ri yo'ldasiz. Sanjir bitta yo'lda yuramiz, bir xil asfalt hammani asl yo'li. Aka, 5000 so'm pul berib turing, qaytaraman. Bilasizmi aka? Siz noto'g'ri yo'ldasiz. Yo, Mana bu qilayotgan ishlaringiz. yo, bu ham motivator. Sen ham motivatorman. Motivatormi? Masalan, sizning yoshingiz nechida? 30. Akam, 18 yoshli bola Hindistonda shaxmat yutib, pul yutib keldi. Sen nima yutding? O'zing nima yutding? Motivator bo'lib nima yutding? Aka, menga xalq savol bermang. Men bitta maslahat beraymi? Musiringni to'kda borib uyingda ko'tingni qisib o'tir. Bu yerda hammaga aqllilik. Aka, siz noto'g'ri. Ya, men 12000 musurga pul bermaysan, hammang aqllilik qilasan. 12000 musurga bermaydi mana shu. Ko'tida ishtoni yo'q Shohjahon bular. Yes. Go'zalxon, nima yeysiz? Shokolad yeyman. Yo, bu shokolad rossiyskiy. Mehmonlarga esa nima qo'yamiz? Ha, yanga. Nima bo'ldi qaynajonim? Nima bo'lish kerak? Endi kirdim, to'g'ri. Hozir. Asal yeysizmi? Siz hamma narsani yeyman deysiz ekan-a? Faqat yeysizmi deyman-da. Ha, yanga. Nima bo'ldi qayna? Va nima bo'lish kerak? Nima bo'lish kerak? Endi kirdim-ku. O'zim mayinlaring. O'zingiz-mi? Siz butun dunyoni ham yeysiz bersa. Ha, yanga. Nima bo'ldi? Ya, keling nima bo'lganini ayting. Nima bo'ldi bobojon? Nima bo'lish kerak, yanga? Ha? Men sizga yanga nima bo'ldi, aka nima bo'ldi deb xonalaringga borganmanmi? Yo'q, uyalmasin bobojon. Ha, uyalaman. Unda chiqing, boring, keting. Voy o'lmasam. Bo'pladingiz bobur aka. Zo'r qildi va o'zing nima bo'ldi deyapti. Nima bo'lish kerak? Chimildiqdan mo'ralaman